Tasavvur qiling, kallangiz kesilgan, ammo tanangiz hali ham harakat qilmoqda. Bu fantastika emas, bu haqiqatdan ham sodir bo'lgan. Bugun biz shu savolga javob izlaymiz. Miya bo'lmasa ham hayot davom eta oladimi? Sizning miyangiz dunyodagi eng murakkab organ hisoblanadi. Sizda naq 86 milliard nervlar mavjud va miyangizni o'zigina taxminan 20% energiyangizni sarflaydi. Miyangiz orqali siz yaqinlaringiz bilan suhbat qurasiz, kitob o'qiysiz, sport bilan shug'ullanasiz, taom tayyorlaysiz, rasm chizasiz va albatta kanalingizga ham obuna bo'la olasiz. Xullas, miyangiz siz qiladigan hamma narsaga javobgardir. Ammo tarixda shunday bir qiziq voqea bo'lgan. 1945-yilning bir kunida fermer koloradodalik aka Lloyd Olsonning qorni ochiq qoladi va noilojlikdan fermasidan bir tovuqni olib kallasini chopib tashladi. Va aynan shu payt olamshumul voqea sodir bo'ladi. Tovuq bunday shafqatsizlikdan tirik qolgan edi. Eng ajablanarlisi shundaki, o'sha tovuq naqd 1,5 yil yashagan. Bunga asosiy sabab esa miyaning asosiy tolalariga va bir qulog'iga ziyon yetmagan. Bu orqali u sodda funksiyalarni, ya'ni nafas olish, yurak urishi va eshitishni amalga oshira olgan. Yana ushbu tovuqning pelvic region, tos bo'shlig'ida ikkinchi muvozanat organi, ya'ni lumbosakral organi mavjud bo'lgan. Bu esa tovuqqa muvozanat saqlab yura olish imkoniyatini taqdim etgan. Fermer akamiz bo'lsa shpris orqali uni 1,5 yil ovqatlantirib yurgan. Agar siz ham qishloqda yashagan bo'lsangiz, dadangiz tovuqning kallasini kesgandan so'ng ham yana bir oz o'z tanasini qimirlatib turishini ko'rgan bo'lsangiz kerak. Endi aniq siz hovlingizda boshi yo'q tovuq yugurib yurgan bo'lsa, pinagingizni buzmaysiz. Tovuq-ku mayli. Yana bir misol bu hammamizga yoqmaydigan so'raklardir. Ular o'zining chidamliligi bilan nom qozonishgan. Chunki ular radiatsiyaga insonlardan ko'ra 15 barobar chidamliroqdir. Ba'zi olimlarning ta'kidlashicha, so'rak boshsiz bir necha hafta yashay olishi mumkin ekan. Psixolog va biokimik Joseph Kunkel, Massachusetts universiteti professori, nima uchun so'raklar boshsiz yashay olishini tushuntirib berdi. Uning aytishicha, so'raklarda insonlarda bo'lgani kabi qon bosimi, katta qon tomirlar tarmog'i va kapillyarlar mavjud emas. Hamda so'raklar bir marta ovqatlanib, bir necha hafta ovqatlanmasdan yura oladi. Biroq kalla yo'q degani og'zi yo'q degani. Shuning uchun ularda tabiiyki umuman ovqatlanish imkoniyati yo'q va baribir o'ladi. Xo'sh, agar miya o'ssa, tana ba'zi ishlarni o'zi uddalay oladimi? Javob ha. Reflekslar orqali. Reflekslar avtomatik tarzda sodir bo'ladi. Misol uchun, qachonki siz qo'lingizni issiq bir buyumga qo'yganingizda, sezgi tolalaringiz CNS ga, ya'ni markaziy nerv tizimiga xabar yuboradi. Va siz hali qo'lingizda og'riq sezishingizdan oldin qo'lingizni olib qochishga bo'lgan harakatni boshlab yuborasiz. Hamda statistikalarga ko'ra, o'rtacha insonning nerv impulslarining tezligi soniyasiga 120 metrni tashkil qilar ekan. Va bu hatto tovush tezligidan ham tezroq degani. Agar miya butunlay to'xtasa, qolgan organlar qancha faol tura oladi? Bu savol ko'pchilikni hayron qoldiradi. Miya o'z ishini to'xtatgach, tananing boshqa tizimlari ham asta-sekin susayib boradi. Yurak, o'pka, hazm tizimi. Bularning barchasi miya signallariga bog'liq. Nazoratchi yo'q bo'lgach, tana o'zini o'zi boshqara olmaydi. Xuddi kapitansiz qolgan kema kabi. Bir muncha vaqt suzib yurish mumkin, lekin oxir-oqibat yo'nalishni yo'qotadi va halokatga yuz tutadi. Xullas, inson miyasiz albatta yashay olmaydi. Shunda biz miyani faolligini tiriklikka bog'lasak bo'ladimi? Menimcha ha. Chunki sizning miyangiz va ruhingiz bu haqiqiy siz.
Bu yerda sizning barcha his-tuyg'ularingiz va yaxshi-yomon xotiralaringiz mavjud. Aslida miya imkoniyatlari shunchalik cheksizki, uni hali oxirigacha tushunib yetish qiyin. Lekin bir narsa aniq. Siz bizni kuzatish orqali miyangizni judayam kerakli bilimlar bilan boyitishingiz mumkin. Agar videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, buni izohlarga yozib qoldiring. Miyangizni asrang. Keyingi videolarda ko'rishguncha.